Savol. Assalomu alaykum ustoz. Yevropa va boshqa musulmon emas davlatlarda birlikka kelgan iftor va sahurlik vaqti yo'q. O'xshash shahardagi arab masjidi bilan turk masjidining 1 soat, Somali, Pokiston masjidlari bilanmi bakcho'ng vaqt farqi chiqyotidi. Telefondagi 5-6 farqli applar farqli ko'rsatyotidi. Qaysi vaqtga qarasak to'g'ri bo'ladi? Norvegiyadan yozyapman. O'xshash ko'chadagi 3 masjidda 1 soat farq bilan sahurlik, iftorlik qilinadi ekan. Applardami 50 minutgacha farqli chiqyotidi. Qaysisiga iqtido qilamiz? Javob: Va alaykum assalom. Agar tong etish va kun petishni kun chiqish va kun petishga qarab aniq ayriy olsangiz, o'zingiz bekisangiz bo'ladi. Undaq bo'lmaganda, ashu masjidlarning birini tanlab shu bo'yicha ro'za tutsangiz bo'ladi. Odatda kun petishdan burun yoki tong atgandan keyin yeb ichish ro'zani buzadi. Ammo suhurlikni burun to'xtatsa yoki sal kechikib iftor qilsa, ro'zaga ta'sir bo'lmaydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.